Obunachilar, Sokim Kompirda 3-etajdan 56 kvadratli ikki xonali razdelni bo'lgan tualet vanalar razdelni bo'lgan uyimizni ko'rsatamiz sizlarga. Bu yerda liftdan chiqishimiz, shunaqangi kengish pod'ezd bo'ladi. Bu birinchi lift, ikkinchi lift, uchinchi lift, to'rtinchi lift. Liftda muammo bo'lmaydi. Ko'rganlaringizdek pod'ezdga o'tishimiz. Pod'ezdimiz shunaqangi kengina koridorlar, xonadonlar soni 5 ta bo'ladi. Eshiklariga e'tibor beringlar. Eshiklari baquvvat, yaxshi sifatli eshiklar qo'yilgan. Pat ключ, remontda chiqqan hech kim yashamagan. Bu pod'ezddan kirishimiz, kirganimizda o'ng qo'lda vannaxonasi. Planировkasi juda ham chiroyli bo'ladi. Bu lent houslarni bilgan biladi. Bu yerga gardroblar, shkaflar o'rnatib foydalanadigan joyi. Bu yoqqa kelganimizda alohida o'zining xonalari. To'g'rida katta o'zining mehmonxonasi bo'ladi. 7 metrga 320 metrli mehmonxonasi bo'ladi. Radiatorlar bor, kattagina ko'chaga qaragan oynasi bor. Bu yog'i esa spanxonasi. Spanxonasi ham shunaqangi kengina bo'ladi. Spanxonasi o'zining balkoni bor. Bu o'zi 60 kvadrat chiqib ketadi. Balkoni bilan kadastrda yana 1-2 kvadrat qo'shiladi. Bu hovli tomonga qaragani, ko'cha tomonga qarab turgan kvartiramizning varianti. Yo'qqa kelganimizda esa alohida o'zining samojo'li hojatxonasi bo'ladi. Hojatxonalari ham keng, ko'rganlaringizdek rakvinalari bor. Oshxonasi alohida, oshxonasi ham ixchamgina o'tirib, bemalol stol suv qo'yib o'tirib, choy ichishga sharoitlari bor. Ko'rganlaringizdek rakvina, gaz filtr, vidichka, kontor katyonlari hammasi kelib turibdi. Bu yerga kelib faqat yashash kerak. Mazza qilib. Shunaqangi vid bo'ladi bu yoqlari. 3-qavatdan bo'ladi. Qavati ham juda ham chiroyli. Bu qurilayotgan lent house domlarning ichida o'zining bog'cha, maktablari ham bo'ladi. Ishga tushib ketgandan keyin odamlar yashash boshlaganda magazin, parkovka hech narsadan muammo bo'lmaydi. Hamma sharoitlar keladi. Uyimizning narxini ham kelishilgan holda beriladi. Pastga nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqsangiz barcha ma'lumotlarni